Hind okeanining qoq markazida moviy suvlar orasida marjon donalaridek sochilib yotgan orollar bor. Quyosh o'z nurlarini hech qachon ayamaydi. Suvlar billurdek tiniq, ufq esa osmon bilan tutashib ketgandek. Bu Maldiv Respublikasi dunyodagi eng past balandlikka ega davlat, eng romantik maskanlardan biri ham va iqlim o'zgarishiga eng zaif mamlakatlardan ham biri hisoblanadi. Bugun biz aynan ushbu davlat haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, qadrli media magnat tomoshabinlari. Yana sizlar bilan uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Tayyor bo'lsangiz, demak, biz boshladik. Tropik quyosh, billur suvlar, suv ustidagi villalar. Ammo Maldiv faqat romantika emas, bu o'ziga xos tarix, nozik ekotizim va turizmga tayangan zamonaviy davlatdir. Geografik joylashuvi. Maldiv Respublikasi Hind okeanida ekvator yaqinida joylashgan, poytaxti Male. Orollari soni taxminan 1190 ta. Aholi yashaydigan orollari 200 ga yaqin. Atollar 26 ta tabiiy marjon atollaridan iborat. Eng baland nuqtasi atiga 2 yoki 4 metr. Maldiv dunyodagi eng past balandlikka ega davlat hisoblanadi. Buni yuqorida ham aytib o'tib ketdik. Shu sababli iqlim o'zgarishi va dengiz sathining ko'tarilishi bu mamlakat uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. 2026-yil holatiga ko'ra Maldiv aholisi taxminan 540 yoki 560 ming kishi atrofida deb baholangan. Bu ma'lumotlarga ko'ra aholining katta qismi poytaxt Male va uning atrofida yashaydi. Rasmiy tili Divehi. Davlat dini islom. Mali shahri dunyodagi eng zich joylashgan poytaxtlardan biri sanaladi. Maldiv iqtisodi asosan 3 ustunga tayanadi. Ular turizm, mamlakatning katta qismini tashkil qiladi. Baliqchilik, ayniqsa arkinos eksporti hamda xizmat ko'rsatish sohasi. Turizm mamlakat daromadining asosiy manbai. Har yili 1,5-2 millionga yaqin sayyoh tashrif buyuradi. Maldiv yuqori darajadagi hashamatli kurortlar bilan mashhur. Ko'plab mehmonxonalar alohida orollarda joylashgan. Iqlimi tropik musson iqlim. Yil davomida harorat 25-31 Selsiy. Eng yaxshi sayohat davri noyabr-aprel, yomg'irli mavsum esa may-oktyabr oylari. Suv harorati esa yil davomida suzish uchun juda ham qulay. Madaniyati va hayot tarzi. Maldiv madaniyati Janubiy Osiyo va arab dunyosi ta'sirida shakllangan. Milliy musiqa va raqsi esa bodu beru, an'anaviy yog'och qayiqlar, dhoni. Oshxonasi dengiz mahsulotlariga boy. Spirtli ichimliklar mahalliy aholiga taqiqlangan, ammo kurort orollarda sayyohlar uchun ruxsat etiladi. Sayyohlar uchun muhim ma'lumotlar. Viza. Ko'pchilik davlatlar fuqarolar uchun 30 kunlik bepul viza aeroportda beriladi. Valyutasi Maldiv rufiyasi, ammo dollar keng qabul qilinadi. Transportda tezkor katerlar va gidrosamolyotlar. Elektr tokining quvvati 230 volt. Bu bizga ma'qul. Maldiv snorkeling va diving uchun dunyodagi eng yaxshi joylardan biri. Marjon riflari va tropik baliqlar suv osti ixlosmandlari uchun haqiqiy jannat. Qiziqarli va kam ma'lum faktlar. Maldiv tarixan buddaviy davlat bo'lgan, keyinchalik islomni qabul qilgan mamlakat 1965-yilda mustaqillikka erishgan. Aholining deyarli hammasi musulmon. Ko'plab kurortlar alohida orolda joylashganligi sababli bir orol, bir mehmonxona tizimi mavjud. Ekologik muammolar. Maldiv iqlim o'zgarishiga eng zaif davlatlardan biri. Buni yuqorida ham aytib o'tib ketdik. Dengiz sathining ko'tarilishi kelajakda orolning bir qismini suv ostida qoldirishi mumkin. Bu taxmin albatta. Shu sababli hukumat sun'iy orollar qurish va barqaror turizmni rivojlantirish ustida ishlamoqda. Maldiv bu shunchaki dam olish maskani emas, bu okean bilan kurashayotgan, turizm orqali yashayotgan va tabiat mo'jizasini asrab qolishga urinayotgan davlat. Mana Maldiv haqida eng muhim va qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang albatta. Kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Oldinda yana ko'plab davlatlar va qiziqarli mavzular sizni kutib turibdi. Biz albatta ishlashda charchamaymiz. Eng muhimi, fikringiz izohlarda yozib qoldiring. Maldivga borishni xohlarmidingiz? Albatta Media Magnat guruhi ham Maldiv orollariga yaqin o'rtada boradi. Kuting.